Hamma iPhone 17 ni gapirayotgan bir paytda Samsung o'yin qoidalarini butunlay o'zgartirib yubordi. Bugun biz sizlar bilan shunchaki telefon emas, balki cho'ntakdagi super kompyuter Samsung Galaxy S26 haqida gaplashamiz. Bu haqiqatan ham inqilobmi yoki shunchaki marketing hiylasimi? Birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu uning qalinligi. Samsung Slim loyihasi ustida ishladi va S26 seriyasi oxirgi 5 yildagi eng ingichka flagman bo'ldi. Ramkalar ular deyarli yo'q. Endi ekran nafaqat old tomonda, balki go'yo havoda muallaq turgandek tuyuladi. Titan korpus esa yanada yengilroq va mustahkamroq bo'lgan. Keling endi ichki dunyosiga qaraymiz. Bu yerda Snapdragon 8 Gen 5 o'rnatilgan. Dunyodagi ilk 2 nanometrli protsessor. Bu nima degani? Bu telefoningiz o'yinlarda qizib, qo'lingizni kuydirmaydi. Akkumulyator esa kamroq energiya sarflaydi degani. Sun'iy intellekt endi bulut orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri protsessorning o'zida ishlaydi. Kamera blokida o'zgarish juda katta. Asosiy sensor endi 324 megapiksel. To'g'ri, megapiksel hamma narsani hal qilmaydi. Lekin Samsungning yangi tasvirni qayta ishlash algoritmlari kechasi ham kunduzgidek rasmga olishga imkon beradi. Zoom haqida gapirmasa ham bo'ladi. Endi qo'shni mahallidagi mashinaning raqamini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Sizningcha Samsung iPhone'ni ortda qoldira oladimi? Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.